Video boshlandimi? Salom sizlar. Sizlar bilan hozir qanday qilib Hind shahriga borishni o'rgataman. Agar videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Unda biz boshladik. Xo'sh. Mana bu ko'zni olib hozir tayyorlanib olish kerak. Ender Dragon'ni uning uchun o'ldirish kerak. Hind shahri undan keyin joyi ochiladi. Xo'sh. Hozir do'stlar chaqirib ketdim. Sizlarga o'rgataman. Bu narsa juda oson. Ko'rib o'rganib oling. Birinchi bo'lib shunday qilib olish kerak. Bu Hind shahriga yo'l emas. Bu qilichni sehrlash uchun katta narsa. Bu narsada xullas mana bu blokni qo'ysangiz, shunlardan bir balo harflar, narsalarni olib, ana shuni yaxshigina kuch beradi. Mana bu yerga qo'yamiz. Jichak kutib olaylik. Uzr do'stlar, pauza qilib turaman. Mana do'stlar, shahriga ham kelib oldik. O uyda o'zginasi-ku. Endi biz Ender Dragon'ni yengamiz. Buni survivalda ham qilsa bo'ladi. Agar Ender Dragon'ni yengayotgan zo'rlar bo'lsa, shu narsani qilish kerak. Agar biladiganlar bo'lsa, mendan o'rganmay qo'yaversin. Hind shahri bu narigi taraf. Uni oldiga oddiy borib bo'lmaydi. Buning uchun Ender Dragon'ni yengish kerak. Bu telefonda ham, kompyuterda ham o'xshaydi. Artefakt shu narsani qilgan. Qishloq bilan albatta. Borishgan va Shakardan bir balolar olishgan, xullas. Xullas shuni buzish kerak. Sizlarga aytsam. Eshitayotgan bo'lsangiz meni, albatta bu videoni ko'rishingiz shart. Oy! Bu yerda shamlarku. Jichcha jon ketyapti, mana. Yaxshi ham sehrlanganmi? Juda jonni kam ketardi. Bilmayman. Do'stlar, sizlarga bir qol aytaman. Sizlar uni ko'rib o'rgandingizcha. Buni eshitib qoldim. Hozir aytaman. Steve Hulk. U 64 ta narsani ko'tara oladi. Bari bo'lib 1414 kilogrammi. Xullas shunaqa. Lekin 560 kilogrammi bo'ladi. Lekin nechta dram narsa bo'ladi. U Hulk. Agar u trenajyorga chiqsa, Steve trenajyorning yuragi sinib ketadi. Va sinib ketadi. Hozir
uzr. Chaqirishyapti meni. Hop, hop. Mana. Uf. Ozgina qoldi endi. Voy, portog'ingina joni qoldi. Endi bermayman. Basharingga sani. Hozir bijimaytirib yuboraman. Qoch. Darajalar. Yo'qolinglar. Ahmoqcha. Mana o'ynashmoqchimisan? Mana do'stlar, ketyapti. Mana shu joyga borsangiz o'xshaydi. Mana chiqadi shunday narsa. Butun yuz. O Minecraft'ni kim bo'lsa ham juda zo'r yaratganda, do'stlar. Bunday chiroyli narsani hech kim yaratmagan. Mojang kompaniyasiga juda ham katta rahmat. Olamiz buni. Tushib ketadigan nimadirmi? Boshqa shapat yeymiz do'stlar. Voy, boshqa shapat yedim. Lekin kirib ketamiz. Endi shahriga keldim do'stlar. Yopib bo'ldimi deyman? Mana do'stlar, endi shahri. Shularda uyi bor, mana. Uy. Bitta yo'qmi deyman. Endi shahar bo'lgandan keyin uy bo'ladi. Uy. Yana shunaqa joymi? Do'stlar, mana shu yerda qidirib bo'laveradi. Shunga o'xshash narsalar topaverasiz. Xayr do'stlar.